Аңлаватқаныңыз Ayşem İsmail Təbəssüm qılımıda bitken Şinjan Dastur Мәдәният Tarqıtı şirketi tərəfindən üngelip işlənген Aqidemge yığlayman namlıq postның avazlıq nəşri. 26. qism. Ochiq va alamni aron testi besib turib ajrish qaroriga kelgan Turan Nisoga bu buyruq xo'p kelmadi. Onundan bekirek bu ovalchiliklarga tishini tishlab chidab turayotgan Zaynuraga texim bek xo'p kelmadi. Turan Niso meyg'idi kuldi. Zaynura mushtini tugib levini tishladi. Onisi hech nim demagachga uni oldirab fikr bildirmadi. Ularning gap qilmay o'ltog'iniga ichib pishgan Gulqamar jili bo'lib, texim haddidan oshdi va Akramga bir narsa demamsan degandek ko'z sharti qildi. Turan Nisoning har qatim mushundaq meg'idi kulganda bir ish chiqirdiganligini, hech bo'lmaganda gapning satini qilib, u qorg'udan bu qovg'u o'tkazib o'tib qoldiganligini Akram yaxshi biladi. Şunu o Turan Nisoning soğuq kulki parlab turgan chiroyi qarabla onunga gap qilish o'yidan vaz kechib yaga qarab oldi. Uning qo'rqinchoq qo'znikidek qiliqini ko'rgan Gulqamar arvoyi ushgan holda o'zi gap boshladi. Mushkamga so'ramay, boshda gap qilgandala gachchada ajrish bergan bo'lsangiz, bizim bu kamgacha boshqa biror uyning qo'yiga kirib olatdik. Endi to'y qilsak uy lozim bo'ladi. Ha, mush uyni bekorlab qayta bezmakdan boshqa iloj yo'q. Shunga Neymişki muş oyunu bekarlaşdan başka ilacı yok? So'radi Turan Niso Gulqamarning ko'zlariga maqtek tikilib. Bir kölemde beğaba, kengri hoylalık mihman saraydayık azade öyleriniz bağı sizden. Şu öyde oltursanlar bulmam diken. Dedi Turan Niso onun gepini bölüpla. Balıqığı batdı. Lekin yaqindala oyunu chaqidika qarang. O'rniga poyez yo'l yasaymiz dedim o, ish qilib shunaqroq bir gap bor. Dedi Gulqamar ralli bo'lib. Uyingizni chaqsa, o'rniga hukumat to'lam berdigandu. Turan Nisoning bu gapi Gulqamarning zitiga tegdi. Unda qurilishlarning o'rniga chiqib ketgan uylarni chaqsa, bir yurishdan uy, shu uyga ko'chib kirib o'ltiraqlashib, turmushini iziq selibag'icha yetkidek turmush xarajati beryotidi-ku. To'lam hisobida bergan uyda o'ltirsanglar, oshimi yangi uygu. Voy, hamma ishni sizlar bilamdingiz. Turan Nisoning bu gapi Gulqamarning zitiga tegdi. Bizga berdigan uylar tex bitmabdimish. Hozircha uyimizni chiqib poyez yo'l qurilishini boshlab turdik-a. Uy bitganda ondan uy bilan pulni biroqli berdigan o'xshaydi. Shuningga turalgan o'zimiz tepib o'rilishib turdik-emiz. Bo'pti-ku ana. Sahradami bir yurish uy bor. Chaqadigan uyingizga jabduqlarni yo'tkab apasangiz, oshimi bir obdalli uy. Yangi uyni bergicha shu uyda turib tursanglar tamamen bo'ladi. U ochiqdan qimdinib joyida o'ltirolmay qolgan shu paytda Zaynura onasining bu qadar chechanligiga qoyil bo'lib, ularga keyinni qilib turib xildab kulib o'tadi. Unda qig'ilib bo'lmaydi. Dedi Gulqamar bo'ynini etib. Men mushkamga shaharda turib ko'nib qolgan. Sahraning turmushiga ko'nolmayman. Onun ustiga eg'ir oyoq bu oltimda sahra uyda o't qalab, suv isitib, o't qalab tomoq etib bo'lanmayman. Nimishki bo'lmaydi? Turan Niso uningga yana tikildi. Gaz o'choq to'kmunchilaringizni setib xajlamagansiz? Setib-ku xajlamadim. Lekin o'z uyimdan bir narsa yo'tkab, tegadigan odamning uyini to'shqizib yursam qamlashmas. Hech nima yo'q quruq uyga shundaqli kirib o'ltirg'ili texi bo'lmas. Shuning uchun siz uyda burimi turib baqqan, qaytib borma desangiz turish tas kelmaydi. Qayda bo'yicha ayol ajrashib ketsa, uy kishiga qoladi. Ayol kishi degan kudi ko'pisini yig'ishtirib, uydan chiqib ketadigan gap. To'xtang, sizning da'vatqiningiz naning qoidasi u? Men o'z kuchimga tayinib topgan shaxsiy pulimga olgan. O'z igdorchiligimdagi bu uyni mushu g'ojamga bekorlab berib, kudi ko'pimni yig'ishtirib bu uydan chiqib beram deganman. Bekorlab berib, kudi ko'pimni yig'ishtirib bu uydan chiqib beram deganman. Sizlar to'y qilsanglar o'ltiradigan uyinglarni men tayyorlab bergili. Siz mening kelinimmi? Nerede bundaq talamüşüge öymüşügünü qoğlaydigan qaydı baken? Avu hocamdan sorap beqna, bu öyni setib algan pulning bir mo'chinida haqqi bormikan uning? Öy ichidagi bir dal qo'shiq, bir dona tish ko'lig'i chiqchaqliq narsada uning ajri bormikan? Bolamning dadasi ekan deb hurmatini qilmagan bo'lsam, shu topdimi bo'sug'idan otiladigan yer yo'qdi. Yana shu qizimning yuz xotirasini qildim. Arini buningdan bek buzmayli demisam, nima qilaman bundaq chiroyli paranglashib o'ltirib? Shuncha yildan beri u menga nima qilib beribdi ekan? Endi kelib o'zimning uyini tortib elib, "Avu sahroy kapirdik abjaq uyini tutqizib qo'ysimi ma'qul" deydiganga, men ishqingning cho'ng onasimi?
to'y qilatdiq desang ma'qul. Chiroyliqcha ajrashib berman. Osh uyga berib uy tutishamsan, sayliqqa berib kap tiklab yetishamsan, bir hakimning kaptaxonasini ijaraga olib turishamsan, parvoyim palak. Mav uyga ko'z qizatib qolganing uxlab tushing. Bu uydan o'ligim chiqsa chiqdiki, tirigim hargiz chiqmaydi. Dedi Turannisa qaytiribla. Bu gapni g'iqqilib qolgan Gulqamar Turannisaga bir Akramga bir qarab o'tib, qitig'i olmay so'zlaverdi. Aldırab çoğun sözümün Turannisa xan. Agar Akramjanni menga bosqinchilik qildi deb arz qilib qo'ygan bo'lsam, bu kamgacha yana turmaga xat to'shib yuratdingiz. 100 xotir qig'ini menjimi sizga deb qo'yay. Yilimi kechikmayman, uyni bekalab bersangiz berisiz. Akramga qo'lini chinidi u. Unmisangiz, berib arz qilib eringizni turmaga soltib etime. Andin talashqan shahlaring cho'l qoldi degandek ish bo'ladi. Ativarlab talish berib qolgan eringiz sizgami yo'q, menga yo'q bo'ladi. Mundaq oqibat yuz berishni xohlamaysiz-ku deyman. Hech bo'lmaganda qizingizning to'yiga chaqirg'ili bo'lsa-mi dadisi lozim bo'ladigandu. Dadisi yo'q yetimakni har kim har yerda bo'zaq qila oladi. Har vaqt beshi to'van bo'ladi. Men bilan to'y qilib, men bilan turmush kechirgan taqdirdimi dadisining hayot bo'g'ini chaqirsa yeniga kelaligini olamchi kattishchimi? Shunga yuvashlik bilan uyni bo'shting. Hoy xanım. Dedi Gulqamar o'rindan chachirab turib. Eşi yıllar dadam turmadik chaqdim o'lib qolmay yashaganman. Chiqqandan keyin mo hech o'zgarib boqmadi. Dadamkan deb andira ko'ngil olsam, silning qo'yinlarga o'zini atdi. Xabarlarda bordi. Shuningdan berimi o'lmay yashadim. Esimni bilganimdan boshlab, hozirgacha dadam deb quchqida 2 minut o'tirib boqqanimni, akilib bir qatim quchoqlab boqqanni, qo'lidan bir-birdan non elib yeb boqqanimni bilmayman. Endi bo'lganda shuncha yilni jafo mushaqqatni o'tkazib, yoshlik baharni mushu uy uchun, o'zi uchun qurbon qilganimni bilmay yuzurib sening yeningga ketsa, men yana mushundaq bo'lsa-mi bo'ladigan, bo'lmasa-mi bo'ladigan dadamga tortisham deganman. U bizga tortishib baxtimi? Dadamning turmaga kirmasligi, onamdan yana badal to'lashni talab qiladigan ishi bo'lsa, bo'pti, berib arz qilayver. Kunda bir qatim turmaga xat to'shishga rozimanki, hargiz onamning ko'zini yosh oqizib, uni jafoga qo'ydigan qarorni chiqarmayman. Anam uni ham taqdirdimi bu uyni belgili men unumayman. Kichikkina turib cho'nglarning oldida soqol tarab yurgan Zaynuraning bu qilqi Gulqamarning jon petini chiqarib etdi. "Hey!" dedi u gurridi vaqirab. "Zaksida buzilgan qanjoq. Anam bilan dadan gap qilmasda sen nima altanglab yursa, biz uchimiz o'tirsidik ishlan deyishyapmiz. Bu yerda sendek shumg'i gap yo'q. To'la nervamni o'latmay talog'i chiqib o'ynag'inaman." "Bu degan anam bilan mening uyim." dedi Zaynuramo mansitmaganda ko'zning qirda qarab. "Talog'i chiqamdim, mishada o'ltiramdim. Bu o'zimning erkinligi. Hozir bu uydan chiqadigan odam sen. Dadamni nega so'liversan, bizning hech qanday fikrimiz yo'q. Balanga dada lozim bo'lmasa, ishkilanmay berib arz qilayver. Ming talasangmi bu uy senga tegmaydi. Yuzingni daptaq qilib takallishivermay ko'zimdan yo'qol. Bu misaq chaqirma." Gulqamarg'u asildilla yuzsiz ayol. Buni Akram burunla bilgan. Lekin qizimi uni bo'lsimi bo'ladigan, bo'lmasimi bo'ladigan dadam, nag so'ltiversam fikrimiz yo'q, men uningga tortishmayman deyotdi. Acaba dadalik mehri shuncha tez unutiladigan narsamidu? Akramning ko'ngli mingjing tosh bilan bostirib qo'yilgandek ig'irlashib ketdi. Ayoli qizi va Gulqamar uchilisi uchun munchivola qadrsiz o'qoldiganligini, Gulqamarga nisbatan Turannisadan boylik undirilish vositasi, qiziga nisbatan bo bilan yo'qi farqsiz bir odam bo'lib qoldiganligini u o'ylab boqmagandi. U shu topda ashu bir qadamni xato elib, Gulqamar bilan noto'g'ri bir yo'lda bilimi qog'ini uchun bakmi to'limi pushaymon qilyotdi. Mana endi oldiga mangay desa chidog'chiligi qolmadi. Keyniga yanay desa hech qanday yo'l yo'q. Bu to'rog'ida keyniga yansimi, Turannisa kechirgan taqdirdimi qizi uni kechirmaydi. Bunisi bayqi datilash davomida oyoqdagi oshdek oydin bo'lib ketdi. "Chaqirib baqaqini", dedi Gulqamar Zaynuraning oldiga devaylab. "Saqchi kelib baqmagan uy emas bu. Anangmi ilgari saqchi chaqirib baqqan. Dadangga sen tortishmagan bilan anang tortishidi. Yig'lab potlisini eqitqanda ko'rsa, undaq qilib o'zinglarnimi bizimi qiynab yurgicha dekkili sahradagi uyinglarga ketinglar. Anang yana pul topa olaydi. Mundaq uydan birini 2 yilda elib olasizlar." "Ah, bu azobli kunlar qolgandan ko'ra turmada o'tgan shu yillar ming yaxshigan tuqasli."
Men olgan uyni sizlar olaman dekansizlar? Atchig'ida tishlari g'ochirlab ketgan Turan Nisa boydan beri qizini so'zlab olsin deb jim turgan bo'lsa-mu, halqiliq paytda yana o'zi gap qilmasa bo'lmaydiganligini bilib oldiga o'tdi. Sizlarmi pul tepinglar? Buningdanmi yaxshi cho'ng doja ilib o'ltiringlar. Kim qo'ymadi sizlarni? Undaq deganingiz bilan Akram pul topolmaydi. Nemish pul topolmaydi ekan? Tug'ilganda ikki qo'li onasining ichida qolibdi ekanmi? U pul topolmasa, har qaysinga men o'yib beramdi. To'la nirvanni o'rlatmay uydan chiqa acha. G'azabdan yerilg'udek bo'lgan Turan Nisa Gulqamarga taloni ko'stib qo'lini shiltidi. Bu tuyuqsizlikdan cho'chigan Gulqamar keyniga dojib ketdi-yu, darhol o'zini o'ngshib oldi. U ko'nglida Turan Nisoni mangu shundoq yuvosh yumshoq yashaydi deb o'ylagan edi va bugungidek chechilib qattiq tegishini o'ylab boqmagan edi. 27-qism. İki ayol hozirla tutuşib choplashib ketidigandek turadi. Zeynura barmoq plastir chaploqliq javg'ini va 3 barmoq cho'ngliqdagi dokida besib tengib qo'yilgan qopig'ini silab qo'yib onasiga yiqiroq keldi. Uning bu qilqidan onamni bo'zak etiman deb ham xiyol qilma, "San ikkimiz tetimiz" degan ma'no chiqib turadi. Necha kunning oldida mo'shlashib ketgandimi, yochivagdak o'ruq bu qizdan xilil tayoq yavagan Gulqamar sal cho'chidi. Zeynura aktyorlik kasbida o'qig'ishga yana kelib, filmda Maliki xonishlarning keyindila yurib ularni qo'g'daydigan chamboshchi Olomon qizlarning rolini ep baqqashqa, ancha-muncha mush peshvo etish, tepib dasab qo'yish, kelayotgan mush peshvolardan qandoq mudofialanish deganlardan savodi chiqib qolgan edi. Shu chog'dimi Gulqamar otdek bastiga ishondi. Biroq Zeynura film suratga elish maydonida salpal mashq qilgan hunarlarini ishiltib, bu otnimi xil obdan yasab qo'ydi. Shun hozir Turan Nisoning yeniga kelib g'adiyib turib, hayvi ko'stiyotgan Zeynuradan qilchi qo'rqmadim desa, hatto o'zim ishonmaydi. U ahvolning o'ziga foydasiz bo'layotganligini bildi-da, Akramga qog'ishliq qaradi. Qarang, bir obdan parangni sayli deb kelsak, ana bola bir bo'lib tillab ketayotganni. Zotili ko'zgilib qo'ymaydi-ku sizni. Turanni sog'u mayli, qizingiz turib, bumi sizga hurmatsizlik qilyapsa. Mening ismim bu emas. Chaqirsangiz tuzuk chaqiring. Bumi chiroyliqcha qaytib keling. Bu yerda dadxo'liq aqmaydi. Dadamning bu uyga tishib atgan bo'lsa, mushuncha datalash qig'lisanmay sizga ep beradi. Gulqamar qog'ishlikni boshlagan hamon Zeynura uning gapini tortib olib, og'zini tuvoqlab qo'ydi. Buningdan qattiq achchiq kelgan Gulqamar ota-bola ikkisining orasiga ziddiyat selib, shu orqali Akramni zuvonga keltirmoqchi bo'ldi. Hajab ikki gapning birisida dadangni yaratmay chatga qiqishning qo'ydi bo'lsina sen. Bir uyning oila boshqa bo'lgan to'rikdak bir akishining uyga tishib atadigan patmaydiganligini sen belgilab beramdi. Dadamning tishib atadigan uy boshqa. Bu degan onamning uyi. Faqat onamning tishib atadi. Siz bilan tepishib olib, menga tishib atadigan uydan o'zi voz kechdi. Endi siz nimaga valaxshiysiz? İşenmisingiz so'rab beqma o'zidan. Zodi tishib atamdikan yo'qmi? Mana emasmi, ha? Bola turib mushundaq yo'g'on boshliq qilsa, qarab turib sizni ko'zgilmig'ini bo'lmay nima bu? Akram Zeynura bilan Gulqamar o'ttirisida siqildi. Gerçi Zeynuraning aytganlari tamoman to'g'ri bo'lsa-mu, mushu bir vaqtda o'zini tengsizlikda qo'yib, jinini og'il ara qolgan bir ayolning oldida teximbek tushirishi uning dilini chekdi. Shu topning o'zida Gulqamar tarafda turay desa, unda qilg'isi yo'q. Chunki Gulqamarni deb tortib ketgan arziyatlari, jafolari, anglab ketgan izo ahonatlari hilimi bardoshlik berish chekidan eshib ketdi. Turan Niso bilan qiz tarafda turay desa, uningga texi bo'lmadi. Chunki Gulqamarga va uning qo'sig'idagi bolaga oxirgacha ega bo'lish uchun ulardan voz kechgan bombaga zarur edi. İş bu darajaga yetganda ular taraf tursimi yana baribir. Ona bola ikkisi uni kechirmaydi-da, u mu yo'q, bu mu yo'q holatda tanho qoladi. Balkim Gulqamardan voz kechib ayoli bilan qiz tarafda turish uningga ko'tirib qo'qqisiz ovorchiliklarni ep kelishi mumkin edi.
durus. Gulqamar intayin qabi, yovuz ayol. Dam suvuşup tartışıp yurgan bu necha jarayonda Akram buni to'liq bilib ketdi. Shuningga hozir kim nima desa bir eg'iz gap qaytarmay, jimmida turilib vaqt o'tkazishni, talash tortishlarni mushu ikki ayolga qo'yib berib, qandoq bir qaror kelsa, shuningga ma'qul deb turishni o'ylagandi. Akramning gap qilmay yabiqib turganini ko'rgan Gulqamar ha deb o't qo'yruqlik qilishni davomlashtirdi. Dada bo'lgandan keyin bir ikki qiz gap qilmamsiz, dedi u Akramning bilikiga yepishib. Hech bo'lmasa biz cho'nglarning ishiga aralashmay bir chatda tursin. Kichikkina turib hamma ishga chatga yerib nima oqsoqollik buningga. Ha deb bas dadam dedimay gap o'yintib sizni haqorat qilyapti-ya bu. Dadamni to'la daydayga sanmang, dedi Zaynura uningga qapoqlarini suzib. Ko'zga ilg'an ilmig'inini siz qanday biladingiz? Dadam bo'lmay boshqa odam bo'lib qolgan bo'lsa-ku bizga qilgan yuzsizliklar uchun yuziga kelishtirib birini tushirdigan yaba edi. Bo'pti, xar deb qo'ydim. Nimani qilmasa mening dadam. Menga dadam deb bilaman. Biroq hurmatlanish, cho'ng ko'rilishni umid qildigan yerdan allaqachon o'tib ketdi. Siz bu yerda nimalarni deb qutratsangiz-mu aramizga so'g'uqchilik sololmaysiz. Chunki sizlar yetilishib yurgandan boshlab aramiz hech qachon issiq bo'lib qoqqan emas. Eng yaxshisi dadamni bizga buningdan ortiq yuzsizlik qilishga majburlamang. Bo'lmasa mundaq bir dadaning bolasi bo'lib qolganimga pushaymon qilib qolmayman. Yilimi bir chiroyli qismimning kaynida mushu odamning ismi bo'lib qolganiga bekli echinaman. Zaynuraning eng oxirgi gapi Akramning yurak bog'irini teshib o'tib, so'ngak-so'ngaklarni qarasiltibatdi. Vujudidagi eng oxirgi hayotlik iznolarini o'chirib tashlab, ko'zlariga qorong'ulik tiqdi. Daqiqa ichida qonlari qizib o'rkashlab, qandoqdir yirtqich hayvonlar, zarlik yilonlar, go'shxo'r qushlar shu qon ichida so'yilib eqib yurgandek, bu qonning tigdaktidan vashiyona bir o't yolqini ko'tarilib, butun koinotni dam tortib ketayotgandek, shu dam tortish ichida Akramni qattiq qiynoqlar bilan jon talashayotgandek bir to'yg'ida yuragini og'ritdi. Shu og'riq ichida dadiliq g'ururi azor edi va o'zini sezmagan holda etilib borgancha Zaynuraning so'l yuziga so'l qo'lining kayni bilan qattiq bir kachat soldi. Bu tuyuqsiz kachatdan santirilgan Zaynura qiyqirab-chiyqirab kayniga uchib tushdi. Tushdi-yu, quloq tubidan shaqirab qon eqishga boshladi va tushgan yerdila hushidan ketdi. Bu holni ko'rib cho'chigan Turanisa vaqirvatida yig'lagan peti o'qdek berib qizining yiniga cho'kdi. Uning beshini quchuqiga oldi. Ammo bir eg'iz gap qilishga ulgurmasda hushidan ketib, kayniga o'rilib tushdi. Tojixonning ikki bo'lim orasida qatirab holi qolmadi. Onasi yurak kasal. Qon tomir kasalliklari bo'limida qizi quloq kasalliklarini o'zi ichiga olgan 5 a'zo bo'limida balnisga ilingan bo'lib, qizning yeniga borsa onasi, onasining yeniga borsa qizi qilib, ikki tarafga tang yetish baldan xabar ilib bo'lmagan Tojixon oxir Akramning aksi Habibullahga telefon qilib ahvolni aytdi. Habibullah ayoli va kelinni ep kelib, ikkilarning yeniga birdan o'rinlashtirdi. U xilidan beri aqlini tep qolgan bo'lib, inisining oilasining mushu holiga tushib qilishida o'zining mas'uliyati borligi, aqliq burchini yaxshi ado qilmaganligi uchun ishlarning mushuncha bo'lib bo'lib ketishiga ma'lum nuqtadan sababchi ekanligi haqida o'zini ayblab yuradi. Shunga u Turanisa bilan Zaynuraning holiga ichindi. Inisni tepib bu qilmish etmishlari uchun hisob olmoqchi bo'ldi. Biroq Gulqamar orada hazazullik qilib, aka-uka ikkisini ko'rishtirmay qo'ydi. Buningdan qattiq alam his qilgan Habibullah hech qanday amal qilolmadi. Bu xotin bilan tang bo'lsa, o'zining parakanda bo'ldiganligi uning ayon edi. Shu u Akramdek mundaq inisdan tinib ketadiganligini, hozirdan boshlab yakki yegona bir o'g'ilman deb yashaydiganligini jakolib etib, peshini qiqibli ketib qoldi. Akram bu gaplarni uy ichida turib aniq angladi. Ammo Zaynuradan heliq gaplarni anglagan shu soatdan boshlab aqli hushi nalagdir ushgan bo'lib, xomushlik kesli bor odamdek hamon ma'lum bir nuqtaga tikilib o'ltag'ini o'ltag'andi.
aks turmaq kunda minglagan, 10 minglagan herlerdek vingildab sizlab oram bermayotgan Gulqamargimi hech qanday ifoda bildirmay dunyodan bexabar holda xomushlanib o'tiradi. Turannisoning holdan ipi yangisi xabar oldi. Zeynuraning yenda Habibullohning kelini, Qovulning ayoli Fatugul turdi. Tojixon ikki arda qatirab yurib lozimatlik nars kerak va tamoqlarni to'shib, kerak bo'lsa doktorxonaga davolash puli o'tkazib, sirtning ishlarini yurishtirib yuradi. Turannisa shu kuni doktorxonaga elib berilgandan keyinla o'shiq keldi. Ammo Zeynura shu yiqilgancha 3-kuni yarim kechada ko'zini ochdi. Doktorlar uni talto'kis davolab saqaytishga xeli kuchigan bo'lsa-mu, quloq pardasi zaxmiga uchirganlikdan so'l quloqining anglash iqtidori butunlay to'silib, o'ng quloqining anglash iqtidorimi qisman to'salg'a uchirgan bo'lib chiqdi. Doktorlarning deyishicha, uning so'l quloqi bir mezgildan keyin asli kep anglaydigan bo'lishimi yoki mushuning bilan bir umr anglamaydigan bo'lib qolishi mumkin edi. So'l quloqi asli kelanmay qolsa, o'ng quloqning iqtidorimi hozirgi holda qoldigan bo'lib, normal odamlar odatda anglagan normal ovozning 5dan 1 qismini kuchab turib anglay oladigan, anglashga yordam berish asbobi ishlatgan taqdirdimi normal odamlar anglagan ovozning 3dan 1 qismini anglay oladigan holatda to'xtab qoldiganligi, shunga har jihatdan ideya tayyorlik qilib qo'yishi aytib o'tildi. Bu xabar hammaning ko'nglini yerim qildi. Tojixon shu gaplarni anglab turib ketguncha saq bir kun yig'ladi. Habibullohning azaldan yosh chiqmaydigan ko'zlaridan yomg'irdak yoshlar to'kildi. Shu emasmi? Endi texi hayotining 21 bahorini kutib olgan bir qiz yana kelib kinochilik va san'at kasbida taraqqiy qilib nom qozonish oldida turgan istiqbolli guldek bir qiz o'z dadisi tarafidan moshundoq naqa qilib qo'yilsa, uning buningdan keyingi taqdiri zodi qandoq bo'ladi? Bu holga kimmi ichinmay tura oladi? Yerdan vafo kelmagandan beri faqat qizi 3 yil yashab kelgan jafokash bir onaga bu ish qanchalik ig'ir kelar, ha? Turannisa hozir qizining ahvolidan xabarsiz. Agar u bilsa qanchalik tugishib ketar? Zeynura buningdan keyin qandoq qila? O'qishni qandoq davomlashtira? Davomli kinolarda, teatrlarda rol ola oladimi? Ah, taqdir. İnsanның beshiga har qancha ig'ir kun solsangmi, muncha qattiq qilvatmasang bo'ladi-ku. Yig'i zorlar yuraklarni azdi. Ammo yig'i bilan hech nimani hal qilib bo'lmadi. Aslida shunchaki bir qachotning oqibati uncha ig'ir bo'lmaganmi bo'ladi. Biroq Akramning Zeynurani urgan qo'lining barmog'ida Turannisa o'zi tanlab setilib sovg'a qilgan yo'g'on bir kumush uzuk bog'ilib, shu uzuk Zeynuraning qo'lqiga qattiq tegib ketganlikdan bu oqibat kelib chiqqandi. Bular ish bo'lganda hech kim hech nim deyamadi. Har kim har nima deb baqqan bilanmi hech o'rniga kelmadi. Lekin qizining ochiqda deb sog'an shu bir eg'iz gapi uchun to'lagan badili haqiqatanmi bak eg'ir bo'ldi. Tojixon va boshqalar qizining ahvolini Turannisodan sir tutishni, hech bo'lmaganda Turannisa saqayib o'zining hojatidan chiqa oladigan bo'lishcha yoshirib turishni maslahat qilishgandi. Biroq joyilligi qon qiniga singib ketgan bu ona ularni maqsadga yetkazmadi. Ha deganda Zeynuraning yeniga chiqaman deb jidal qilib, uni ahvoli yaxshi bo'lsa nemishqa meni ko'gil kelmaydi deb to'la so'rab, hech kimni aromida qo'ymadi. Oxiri iloj qilinmagan Tojixon Turannisaning zo'ri bilan Zeynura ikkisini silliq ko'rishtirish uchun undidorning silliq paranglashish ko'znikini ochdi. Turannisa qizini bemor kiyimi kiygan, so'l yuzi liqqida dakila bilan o'ralgan, tengilgan holatida ko'rdi. Qizimi onasini o'rg'lab bir tera, bir ustqon bo'lib qolgan, chiroyi sog'irib, ko'zlari o'ltirishgan va to'limi xunuk bir holda ko'rdi. Ona qizning ovozini angladi. Biroq qiz onasining ovozini anglayolmadi. Yenidikilar har ikkisiga bir patman dak tengib qo'ygandan keyin shuni anglayolmaydi
yarısı saqayıp dakini ilvesi andın anlayalaydı deb düşendirdi. Turan Nisamu, Zeynuramu bu gapga ishendi ve hazırcha ko'ngli salpal tinigan bo'ldi. 28. qism. Oradan bir hafta o'tib ketdi. Turan Nisamu yegi tushib mang'alaydigan, birasi hamra bo'lmasimi o'zining hojatidan chiqa oladigan bo'ldi. Orada ipi yengisi bilan Tojixonning hamroligida qizi davolanayotgan bo'limga chiqib, uni ko'rib kirdi. Zeynuraning quloq va yuzdagi doklar elib etildi. Biroq u yanala anglayolmadi. Turan Nisa qancha vaqirab so'zlasimi, maqsadini har usullar bilan ifodalashga tirishsimi, u faqat bo'shli anglayalaydigan o'ng quliqini tanglab, hammaga g'ayri nazarda qarab ma'nviqib o'tirdi. Turan Nisa bu holdan xilli mangdidi. U Iskandarab Tojixonga qarab edi. Tojixon uningdan ko'zlarini ipqichib, asta livini tishladi. Turan Nisoga Tojixonning bu ishlardan boshliq xabar topgani ma'lum bo'ldi. U qizning oldida chandirmidi-yu, Tojixon bilan birga yotqib qaytib chiqqandan keyin uning ko'zlariga tikilib turib, bu qadinas ojisini so'roqqa oldi. Tojixon Zeynuraning anglamas bo'lib qolganligini yoshirishga urinib baqdi. Ammo qandaqli gap to'qisa qamlashtirolmadi. Oxiri Turan Nisoning bechoralarcha o'mtilgan ko'zlarining qiynashlariga bardoshlik berolmay, ming yerdan to'kilib turib, hamma ahvolni aynan topshirdi. Turan Niso qizi haqidagi yomon xabarni anglab tugishib ketdi. Shuncha vaqtdan beri yig'ilgan yig'isi yetmagandek, yana bir ömür yig'ilishiga yetkidek azob oqibatga qolgani, qizining kichikkina turib ayibnaq o'qog'ini, shuningga qo'shilib ömürlik istiqbolining biroqli vayron bo'lgani uning ideyasidan o'tmaydi. Tamasha sohasi va san'at ishlariga anglash iqtidori bilan bakmi zich aloqasi borligini, qo'lqi anglamasa bu kasb bilan shug'ullanig'il bo'lmaydiganligini u yaxshi biladi. Shundaq bo'lganda qizining o'qiyman deb yil bo'yi chekkan jafolari, uydan ayrilib tatib ketgan arziyatlari, ona bola ikkisining bu yillarda bardoshlik bergan seg'inish va yolg'izlik azobi bir tiyin bo'lganning ustiga qizining butkul hayotining nobud bo'lganligi Turan Nisoning yuragini laqti qilibdi. U shunchalik ichinishlik yig'ildiki, shu bir kechilik yig'isi bilan qunduzdek chochlariga oq sanjaldi. Shu bir kechida xilili bek o'rug'lab, yuzlarida qo'riq paydo bo'ldi. Jimib turadigan chehridan kulki uchib, yilidan yiliga uxtatadigan, ulug' kichik tinadigan, o'ltagan yerda soatlab hangvaqib o'tiradigan bo'lib qoldi. Bular oz kelgandek uning holidan xabar elayotgan ipi yengisi bir yoqdan qiynakisi Habibullah bir yoqdan Akram bilan Gulqamarni tillab berib, Zeynura bilan Turan Nisoga ich og'ritib, bir gapida 5-6 qitim tasalli berib, uning ko'ngil yarasini tatlab turdi. Buning bilan texi ichi odob g'azbi teshiyotgan Turan Niso kundan kunga tarsa, asabiy, ochiq yomon, mijozi tushib qoldi. Yendikilarga chachirganning tashayinda necha vaqtdan beri bir qursoq qarindoshdan chorib qolgan Tojixonmo ha deganda sanjilib, ora kunda 6 qitim ko'ngliga azob beradigan bo'lib qoldi. Turan Nisoning shuncha ishlar yuz bergandan keyingi ahvoli va nemishqa mushundaq bo'lib qolganligini yaxshi tushungachga Tojmo ortiqcha bir narsa demedi yoki ko'ngliga ep ketmedi. Turan Niso o'zining burunqiga o'xshamaydigan bo'lib qolganligini his qilib turadi. Hammadan bek yendikilarni silkiydigani silkib bo'lib, qattiq tegadiganni tegib bo'lgandan keyin kayfiyat sal yaxshilanganda shu ish haqida qaytadan o'ylanadi. Qini qiziqlik qilib sog'iniga pushaymon qiladi. Biroq huy tutib qolganda bu pushaymonlari yanala nalagdir yo'qoladi-da, xil ustida tik turadigan bo'lib qoladi. Bu qitim u Akram bilan Gulqamarni hargiz kechirmaslik, ularning necha vaqtdan beri qilgan atganlarini yig'ib qo'shibli biroq hisoblash qaroriga keldi. Oldi bilan o'zi sallamaza saqayib qizining yeniga qaytsa,
Ondan qizning salomatligi asliga kelib bo'lsa, xuluqining yaxshilanish yoki shu peti turib qolishiga qarab bir narsa deyish. Zeynura haqiqatan yaxshilanmay mush peti gasob qog'idek bo'lsa, jinini tikib turib Akramdan oxirigacha hisob elishni ko'ngli pukib qo'ydi. Bu ko'ngilga pukishlar bilan tang bu yillarda chidab o'tgan barliq o'g'ilchiliklari öksüp chiqib g'azab nafrati biroqli ichini qaynitib chidog'siz qilaverdi. O'z-o'ziga xap desa xap deb Akramni chanab qiymi-chiymi qilib o'tadigandak, ig'iz tishig'i ilib chaynab purkitadigandak bo'lib ketdi. Ular balnisga kirib qolganning 2-haftasi Turannisa saqib doktorxonadan chiqdi. Bu necha kundan beri okul asturgan va boshqa davolashlarni qabul qilgandan boshqa hamma vaqtni qizning yenda o'tkazib kelayotgan Turannisaning yuyunmag'iniga, kiyim almashtirmag'iniga necha kun bo'lib qolgan. Shunga oldi bilan qizning yeniga berib, uning ahvolini so'radi. Ondan uyga berib, yuyunib, kiyim almashtirib keldiganligini aytib yotoqdan chiqdi. Bu somkisidan oshqushni chiqarib uyning ishigiga soldi. Lekin qancha apilashgan bo'lsa-mu eshik ochilmadi. Boshqalarning uyning ichiga sepsag'andimanmi deb qavat nomeri va uy nomeriga qayta qaradi. Xato emas. Dal o'zining uyi shuldi. Ammo o'zining qo'lidagi oshqush bilan necha vaqtdan beri eshikni ochib kelgan bu oshqush bilan shu topning o'zida bu uyning eshigining ochilmag'ini bu zodi qandoq gap? Jin urmag'anlar bu eshik joyida. Oshqushmi joyida, biroq ochilmag'ini g'alita. Shularni o'ylab ajablanib turganda Turannisa birdilla oldini qitim o'zining Akramni bu uyga kirmasin deb qo'libni almashtirib o'tgan ishini yodiga oldi. Shu chaqda Gulqamar bilan Akrammi eshik tubida xuddi hozirgi o'ziga o'xshash almashtirib o'tilgan qo'libga ilgari qo'libning ochqichini silib, eshikni ocholmay jilib ketgan. Acaba Akram ikkisi qo'libni almashtirib o'tganmidi? Undaqda ular uyga zodi qandoq kirdi? Qulub iç almashtırış şirketidekiler oshqush bo'lmagan uyning qulpini xohlagancha almashtirib bagil unmaydigan tursa. Bir ehtimollikni ko'ngli to'ygan Turannisa Zeynuraning yenda qolgan Tojixonga telefon qilib, qizidan uyning ochquchini so'ratqizdi. Tojixon ma'qul deb telefonni qo'ygandan keyin xil uzun bo'lganda uningga telefon qaytirib, Zeynuraning so'mkisidagi uyning, maktabdagi yotiqining, chamadonning va kutubxonadagi ishkovining ochquchlarining biroqli yo'qolganligini aytdi. Demak, ular hushidan ketib yiqilganda, ona bola ikkisi jan halqumda tipirlayotgan shu minutda bu noalilar ularni qutqizishni o'ylamay, oldi bilan Zeynuraning so'mkisidagi uyning ochquchini o'g'irlab olishni o'ylagan. Ishlarning tegiga yetgan Turannisa levini qattiq tishladi. Yüz xatirisining ularni bakli yomon o'gitib qo'yganligini yanama cho'nqur his qildi. Shu topda Akramni izlash kerakmi yoki Gulqamarnimi degan masala ustida o'ylanib turganda, qo'liqi qizg'andek Gulqamar liftdan chiqib uning oldiga keldi. "Voy!" dedi u bezanglarcha kulib. "Turannisa singlim kelib qopti-ku. Qandaq ahvolingiz? Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi?" Yaxshi, rahmat. dedi Turannisa ortiq gap qilmay uning o'zoyiga diqqat qilib turib. Bir ish bilan kelganmidingiz? Xiyolda yo'q qaytirib so'radi. Gulqamar xuddi bu uy Turannisaning emasdek, xuddi u odatda bu yerga kelmaydigandek, yana xuddi bugun kelishi ajoyib hayron qolarlik bir ishdek. O'zimning uyi bu. Shuni kelishim. Masala yo'qdi. Turannisa g'azabdan chekchaygan ko'zlarini uning ko'zlariga tikib turib shundoq dedi. Asli masala yo'qdi. dedi Gulqamar sal o'ng'aysizlangan qiyofatda. Lekin hozir bu uyga Akram ikkimiz ig'dorchilik qilyapmiz. Sizlar to'y xitini arigandan keyin uyning qonuniy egilik huquqini uning nomiga yo'tkab bersingizlar faqat masala qolmaydi. Buning hisobiga mendagi pulingizning yarmini qaytarib beray deb o'ylashdim. 15 ming yuanmi oz pul emas, shuningga ma'qul deysiz amdi. Men nemishqa ma'qul deydi ekanman? Tishlarini tishlab turib so'radi Turannisa. Nemishqisi yo'q bu ishning? dedi Gulqamar chiroyini turib. Sizlar ana bola ikkili jon. Muncholar cho'ng uy bo'lmasimi, sahrodagi uyni yasab shuningda tursanglarmi bo'laveradi.
Biz qo'sqindagi bola tug'ilsa, cho'nglari va akram bilan qo'shib jami 5 jon bo'ladi ekanmiz. Shundoq bo'lganda bizga cho'ngroq uy kerak bo'ldi-da. Ehtiyoj nuqtasidan o'ylagandimi, biz bu uyda tursak muvofiq bo'ladi. Shunga Yuzing dotdek bakana. Gulqamarning gapini tatib oldi Turannisa. Netçican bo'lishinglar, nada turishinglarning men bilan yoki qizim bilan munosabati bormi? Bu uy bilan nisqachilik aloqasi bormi? Bu uyda Akram ishqinglarning bir pongachoqlik haqqinglar yo'qligini oldinga ketib askartib qo'yg'isanga. Erimni tatib olsang, oilamni xonavayron qilsang bo'pti dedim. Pulumni o'g'irliqcha yetkib olsang, ham qaytarmasang, uningmi bo'pti dedim. Uyimni tatib elib, meni qo'g'lab chiqarganga nima haqqing bor desening? Turannisaning divaylab kelishi bilan sal cho'chigan Gulqamar keyniga dojidi va duduqladi. Sen hadise uyni talışıp qavga götürgüçe yürek kesana tartışıp cimgini yazsan bo'lmamdı. Neçə günlükün qalğan turib, nima biz bilan pul mal uy talışıp yürse. Sen ölsəng bərabər Akramga qaladigan uy bu. Bu pesende qanjoq. Shu gap bilan tang yuziga chang qilib tekkan bir qachotdan yuzlari vajjida ko'ygan Gulqamar santörlib koridor temiga choplashib qoldi. U o'zini o'ngshab bo'g'icha Turannisa chaqqon kelib uning cho'qqisidan tugib olgan bir kallak chechidan tutibli yagi bosdi-da, maydisiga minib o'tirib, yuz-ko'ziga varaslatib urib ketdi. Bu tuyuqsizlikdan xudini yo'qotgan Gulqamar uning tayoqlaridan o'zini dalda qilolmadi. Qo'li bilan yuzlarini to'sib olish va Turannisaning qo'lini qamallab tutib olish hech nimaga dalg'ulanmay, urg'ini urgan tayoq yegini yegan bo'lib ketdi. Gulqamarning qiyo-chiyasi bilan Turannisaning til ahonatlari tukil koridorni bir oldi. Naladindir qo'shnilar paydo bo'lishib, to'shma-to'sh ikkisini ayirib o'tishga tushdi. Dal shu chaqda Turannisadan ansirgan va nemish bo'lganligini so'rab bo'g'icha telefoni oldirab qo'yilgan Tojixon liftdan tushibla mushlash kinolarida uchratqili bo'ldigan bu ko'rinishdan donq etib turib qoldi. Ondan tezli o'zi kelib Turannisani Gulqamarning ustidan ajratib olib, bir chetga ib ketdi. "Av qanjoq uyimning ochqichini qaytirib bersin. Bo'lmasa bugun uning qinini ichaman." deb voqadi Turannisa Gulqamarga qo'lini shiltdi. Ko'pchilik nemish bo'lganligini bilinmay bir-biriga qarashdi. Ular orasida uy talash tortishi borligidan azaldan xabari yo'q qo'shnilar bu ishdan hayron qilishgan. Shu asnoda Gulqamar kiyimlarini qiqishqim o'lgiranmay, kimlarningdir chiqishi bilan ishiga ochilgan liftga yugurdi. Uning qochmoqchi ekanligini ta'minlagan Turannisa Tojixonni bir yoqqa suraytibla pushqandek berib Gulqamarning boy chuvilib ketgan chechidan qamallab tutib o'ngdisiga yiqitdi. Paskini buzuq, uyimning ochiqchini badavatiman sen meynatga. Hadi baqsang baq. Men hargiz sen buzuqlarning kuchugini deb uyimni bekalab yerib chiqib ketmayman. Shu gaplar bilan tang qaytadan tegishga boshlagan kachotlar Turannisaning olqonlarini, Gulqamarning yuzlarini echishtirib orom topmadi. Bayqılar endi ularni ajratmay bir chetda tomosha ko'rib turishdi. Bir chog'da Gulqamar voy qo'sg'um deb nol qilgancha yig'lavatdi. Uning o'likini setishdan ansirgan Tojixon yugurib kelguncha Turannisani bir yoqqa tortib, Gulqamarning qo'l so'mkasini oqtirib, uyning ochqichini elib oldi-da, uni yotgan yerda tashlab qo'yib, eshikni ochib Turannisani uyiga akirib ketmoqchi bo'ldi. Shu chog'da texi bayli voyjon deb yig'layotgan Gulqamar hayvi qilib vaqadi. "Xat to'xtab tur. Agar bolamga bir ish bo'lib qoldigan bo'lsa, ko'ngilingni kesdiman." 30-qism. Turannisa qizning keyindan agishib ozoda ham surlik ta'sir beradigan ancha-muncha ishkop, ozg'ina materiallardan boshqa bak aloyida jabduqlarimi yo'q bir ishxonaga kirdi. Teskay tarafdagi qahva ranglik ustalning oldida kompyuterga qodilib o'ltirgan, soqchi formasi kiygan 35 yoshlar chammisidagi yalang'och bir yigit mavi qizning ishini chekmayli usib kirganiga ochiq keldimi, aytavur chiroyini g'ochchada turguncha ularni so'g'oqla qarshi oldi. "Azizga, mavi achamning sizga ma'lum qiladigan ishi bor ekan," dedi qiz uning turilgan qo'shimisiga qarab sal ayminib. "Gapini anglab boqamiki deb boshlab kirib Ha, bo'ladi," dedi yigit Turannisaga lappida qarab ustalning bu tarafidagi o'rindiqni ishorat qilib ko'zdi. "Qani o'ltiring. Nima ish edi?"
Turannisa yendiki qizga mush odamga desam bo'lamdi degan ma'noda qarab qo'ydi. Qiz uningga madad berib beshini lang'ishdi va so'z jimib qo'yib chiqib ketgili tamshaldi. Chimangulovkam, mineral suv akirib bering-a? Dedi saqchi yigit chiqib ketayotgan qizning keynidan tavalab. Ha, ma'qul. Qiz ma'qullik bildirib chiqqandan keyin saqchi yigit Turannisaga yuzlandi va Nima ish bilan kelgan edingiz? Qani, tortinmay so'zlayvering, dedi saqchi. Endi Dedi Turannisa sal jiddilashib. bundaq tikilib qarab turvasangiz deyamaydi ekanman. Ha? Jiddilashmang deyman. O'z uyingizdek ozoda o'ltirib, nima ish bo'lsa tortinmay davring. Xulqim sizda. Ma'qul ukam. Shu orada bayqi praktika saqchi qiz 2 botolka mineral suv kirib, birini saqchi yigitning oldiga, yana birini Turannisaning oldiga qo'yib chiqib ketdi. Shu oilamizdagi ishlaydi qarang. Bu kemgacha mayli deb chidabli keldim. Endi chidog'udek, tortishqidek 20 qolmadi. Turannisa Akramning o'g'irlik jinoyati bilan turma kirib ketgandan boshlab so'zlab, turmushda yuz bergan hamma ishlarni yipdan yig'nig'icha qoldirmay to'kib berdi. So'zlab pig'oni tashqanda o'zini tutib ololmay yig'lab ketdi. Akramning Zaynurani bir shaplaq urib gaz qilib qo'ygan ishi va bu ishning Zaynuraning keyingi istiqboliga ep kelgan g'oyat zo'r yomon ta'siri haqida to'xtalganda, mushtum bilan maydisiga urib, ho'ngrab yig'lab ketdi. Uning gaplarini boshdan oxiri diqqat bilan anglab o'ltirgan saqchi yigit chiroyidagi, kayfiyatidagi har xil o'zgarishlarni, ansiz jiddiychilikni zo'rg'i besib, tamokini uzmay chekdi. Arda Turannisaning istin qiqilib yutilishi bilan uning salomatligining yaxshi emasligini tushunib yetdi va berib derazni ichivetdi. Ishlar mushundaq bo'ldi ukam. Dedi Turannisa oxirida burnini tatib qo'yib, uliq kichiktinib qo'yib. Asli men ajrish berib, ikkisini murodiga yetkazib qo'yay deb o'ylagan. Lekin shu mal egisidan o'g'ri kuchlik deb, u ikkisi ona bola ikkimizni bekli bo'za qilib ketdi qarang. Qonun adil ukam, ha? Ularning degini degan, qig'ini qilgan bo'pmi ketmas. Ustimga kichik xotun elivog'ini bo'pti desam, xotun bilan birlashib meni uydan qo'g'layotdi. U bir nima turmada yotgan mezgilda kullab lampong setib tapqan. Mo'chandan ming taslikda necha yilda yiqqan pulimga olgan uy edi ukam. Hey, siz dedi bir chog'da saqchi yigit Turannisaning gapini bilib, das o'rindan turib ustalga jaqqida mushlab. Siz majahanda bormi yo'qmi? Shuncha ishlar bo'lib ketkicha nima ish qildingiz? Qonunning sizga ham qizingizga ega bo'ladiganligini, huquq manfaatingizni ham jismoniy bexatarligingizni qo'g'daydiganligini bilmabdingiz. Shuncha vaqtdan beri ishingizga tinib, potli manqingizni eqitib, ishlarni ig'iltib, qizingizning qulqa gaz bo'lib qolgacha ishib o'ltirmay, ishning beshida gachchida kelsangiz bo'lmamdi. Bizga u xotin bilan eringizni qonuniy javobgarlikka tortib, mas'uliyatini surishtirib, jazolab beramiz. Lekin buninglik bilan qizingizning qulq saqiyamdi. Hey, mushu diqqon choruvchi ayollarni qachonlik qarisi beshiq kelgan ig'irchiliklarga mayli bo'pti, chidib bitay. Qanday qilatdim? Shundoq bo'ldi shu deb o'ltirgan. Mundaq bir televizor ko'rmamdiganda bu xabar anglamamdiganda deyman. Biz tashviq qilgan qonun siyosatlardan xabardor bo'lmamdiganda, aqallisi ig'ziga noyib suv ichmamdiganda deyman. Asta qonun bilan idora qilinadigan mushundaq bir jamiyatda fuqarolarga qonun ega bo'ladigan bir davlatda yashayapsiz jinim ocha. Avlodek o'ktamlardan qo'rqib, hammaga mayli deb mushumushmi deyman. Turannisa saqchi yigitning kuyinigan holda vaqirab tushuntirishlariga achchiqlab doq qilishlariga ham hayron bo'lib, ham qo'rqib qarabli o'ltirdi. Uning g'iqqida bo'lib tugilib qolganini ko'rib, o'z qilqidan xijillik his qilgan saqchi yigit sal pes qo'yga tushdi. Tamokidan yana birini tutashtirib o'rinda o'ltirdi. Shunday qilib, eringizni qo'sh tuyurlik bo'ldi. Pul melimni qonunsiz egilib oldi. Qizimning miyib bo'lib qolishini keltirib chiqadi deb fosh qilmoqchimisiz? So'radi saqchi yigit kayfiyatini sal tanishib olgandan keyin. Shundoq qilsak bo'ladimi ukam?
Turannisaning bu gapi bilan g'ojjida achchiq kelgan saqchi yigit qo'shumisini turib tishlarini g'ochirlatdi-yu, darhol o'zini tutib olib dedi: Qarang acha, qonunda bo'larmi, bo'lmasmi deydigan gap yo'q. Bo'ladi. Buningda siz arz shikoyat qilasiz. Biz aytganlaringizga ham isbotga asosan eringizni qonuniy javobgarlikka tortib, sizning qonunlik huquq manfaatingizni qo'g'dab beramiz. Ya bo'lmaydi. Buningda siz davomli ulardan qo'rqib, bo'zak bo'lib o'ltiraverasiz. Bizmi xuddi buningdan burunqi hech ishni bilmagandek, buningdan keyin bo'zak bo'lsingizmi bilmay yuraveramiz shu. Ondan oqibat hozirqidanmi ig'irlashganda kelib chiqqan mas'uliyat bizningmi gadanga menidi. Yuqoridan bu yerdagilarga qonun tuzum tashviqotini yaxshi ilib bormabsizlar. Fuqarolar boshqalar tomonidan bo'zak qilinishga uchrasa, sizlarni izlab kelib, huquq manfaatini qo'g'dashni bilmabdi deb bizni ayblamamdi. Shunchalik shu. Oshtami bo'larmi, ukam? Turannisa ko'zlarini mo'ldiriltib saqchi yigitga iltimos qildi. Albatta shundoq bo'ladi, dedi saqchi yigit eng boshdagi egri besiq holatiga qaytib. Qonun fuqarolarning barliq huquq manfaatini jonajon manfaati bilib qo'g'daydi. Lekin uydan chiqmay yig'lab o'ltirganingiz bilan, uni tillab, buningga qaqshab, dardingizni ichingizga yutqiningiz bilan ish bitmaydi. Siz bola beqib baqqan ayol. Qonun ona bo'lsa, sizdek fuqarolar bola degan gap. Bola yig'lamasa, ona emchak sanmaydi. Bu mushundoq gap acha. Biz ahvolingizdan, oilangizda yuz bergan ishlardan xabar topmasak, sizni qo'g'dashga harakat qilolmaymiz. Voy isit, balduroq kelsam nima bo'ladi jinim ukam? Shundoq yaxshi gaplar ekan bo'lmasa, bu ishlarni balduroq ma'lum qilgan bo'lsam, balkim qizimmi bundoq ig'ir oqibatga qolmas bo'g'iydi. Turannisa metchida yig'layotdi. Saqchi yigit uningga ich og'irtish nazari bilan qarab jimmida o'ltirib ketdi. Xotima. Turannisaning shikoyat qilishi va jihi xodimlarining munosabatli qonun nizomlarini qat'iy ijro qilishi bilan Akram bilan Gulqamar qonun bo'yicha qo'lga olindi. Gulqamarning qo'sig'idagi 4 oylik homilimi tekshirishda va sotda Polatdek pokitlik rolini o'tadi. Tajixon Habibullah va bu oilaga munosabatli ishlardan xabardor kishilarni guvohchilik mas'uliyatini to'liq ado qilib, Turannisa ona bola uchun adolatni yoqiladi. Shunda qilib Gulqamarning qo'sig'idagi to'y sirtida homildor bo'lgan 4 oylik bolasi majburiy tushirib etilib, o'ziga boshqalarning oilasini buzgan, mol mulkini qonunsiz egallab olgan, qasdan jidal chiqarib, shikoyat qiluvchining jismoniy bexatarlik huquqiga va kishilik izzat hurmat huquqiga daxl tarz yetkazgan, boshqalarni jidal chiqarib odam urishga kuch kiritgan va yomon oqibat kelib chiqishiga sababchi bo'lgan, jamiyat tartibini qalaymqon qilgan degandek bir qator jinoyatlar bilan ayblanib, qonun bo'yicha hukm e'lon qilinib qamoqqa ilindi. Saqchilar uning qo'liga qo'y silib yolab epmangan heliq kuni Amdil maktabdan qaytib kelgan kichik qizi ishik tuvida ko'zlarini jamdak ochqincha ho tatib yig'lab levini tishlab chiqib ketayotgan onasi qarab qoldi. Ondan bo'g'chisini nagdur cho'rib o'tib, ona deb pang'ada yig'lig'incha onasining keynidan yugadi. Biroq Gulqamar qiziga na xo'sh deyamidi, na bag'riga besib peshonasiga bir qitim suyamadi. Uni epmangan mashina mali do'qimishdan qayrilayotganda maktabdan qo'yib berilgan cho'ng o'g'li qiyqirib signal berib yurib ketayotgan saqchi mashinasining keynidan hang vaqincha qarab qoldi. Bu mashinaning ichida o'z onasi borlig'ini bilmaydi. Mashina ichidagi Gulqamar ichidan to'kilib yig'ilgancha mashin aynikiga yuzini chaplab, ba kuchi bilan vaqirab bollarni chaqadi. Lekin ching etilgan aynaklar uning zuvonini yutib ketdi. Mashina xilil jiraqlab ketgandan keyin uy tarafga burilgan bola qor yomg'ir yig'ilgancha ular tirishiga qaramay jon jahli bilan yugurib kelayotgan singlisini ko'rdi. Akrammi qonun bo'yicha qattiq tekshirilib, 12 yillik yoshlik bahorni baxshanda qilayotgan turmaga qaytadan qadam bosdi.
Şu ishlar shundoq oxirlashdi. Turannisa bilan Zaynuraning Vangchungga to'lgan qalayimqon turmushi qaytadan qozonga so'g'oq suv quygandekli besilib qoldi. Gerçi ularning turmushi bir iziq tushgan bo'lsa-mu, Zaynuraning gaz bo'g'ini bo'lgan. Istiqbolning tugigini tugigan. Turannisaning oilasi chuvilg'ini chuvilgan bo'lib ketdi.